Blinchik yeyishni yaxshi ko'raman-u, tayyorlasam o'xshamaydi deydigan kelinjonlar, qani yaqinroq kelingchi. Bugun sutdan ham tayyorlaganingizdan mazali, teshiklari ko'p bo'lib pishadigan blinchik tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bismillah deb idishga tuxum, zardob, soda, tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Yog', keragicha un solib, bitta massa bo'lguncha, komochkalari ketguncha aralashtirib olamiz. Va ozgina qaynoq suv solib, yana bitta aralashtirib 10-15 minut tindiramiz. Tovani yaxshilab qizdirib, massamizdan solib ikki tomonni qizartirib pishiramiz. Blinchiklarni pishirishni asosiy sirlaridan biri, har safar blinchik pishirishdan oldin tovani yaxshilab qizdirib olish shart. Ana o'shanda teshiklari ko'p bo'lib, chiroyli bo'lib pishadi. Pishgan blinchiklarga xohlagan nachinkadan foydalansangiz bo'ladi. Men kartoshka pyuresiga piyoz bilan qiymani qovurib soldim. Ichiga nachinkadan solib o'rab chiqamiz. Endi sizni blinchiklaringiz ham o'xshab chiqadi. Video yoqsa, yurakchani bosib, blinchik yeyishni sevadi-ku, lekin o'xshata olmaydigan dugonangizga yuborib qo'ying.